أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah Teala'nın iltifatı bilen Sure Nisa'nın 92. ayete keldik. Şu 92, 93. ayetlerde Adem öldürüş cinayetininki cezası kındak bulgalığı hakkındaki mezmuna sözündiken. Allah Teala şundak deydi. Estaizu billah. Ve ma kana li mu'minin en yaktula mu'minen illa hata'a. Ve men qatala mu'minen hata'an fetahriru rakabetin mu'minetu ve diyetun musallametun إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Yine ve ma kana li mu'minin. Yine mümin için mümin adamni severlik bilen emas, qasdin o'ldirishi hech durust emas. Kimki biror mu'minni severlik bilan o'ldirib qo'ydi ekan, u bir mu'min qulni ozod qilishi va o'ldirilguchining varislariga diyat to'lashi kerak. Ular ya'ni o'ldirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lmasa hech bak yo'q. Agar o'ldirilguchi mu'min sizlarga dushman kuffar qavmdan bo'lsa, bu chog'da o'ldirib qo'yg'uchi bir nafar mu'min qulni ozod qilishi lozim. Diyet kelmaydi. Chunki o'ldirilguchining egasi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ldirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmdan bo'lsa, uning varislariga diyet to'lash va bir nafar qulni ozod qilish kerak. Ozod qilgan qul topolmagan odam, ya'ni qul ozod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun üzüldürmey 2 ay ro'za tutishi lozim. Allah hammani bilib turuvchi, hikmat bilan ish qiluvchidir. Yine ma yenbaghi en yafsira minhu qatmun lahu. Loyiq olmaydi sodir bo'lishi mu'mindan qotillik degan bu jinoyat. Ya'ni bir mu'minni o'ldirish sodir bo'lish loyiq olmaydi. İlla xatoa. Faqatla xatolik yusidan o'tirib qo'ysa, buning sirtida. Yani demek mümin degeni kasten adam öldürmeydi haqiqiy mümin degeni nima shu yerda. Hem xatolik xatolashib qilib bunda adam o'tirib qo'yish hamda bo'lib qoladi deganda gapda bu yerda. Qasdan emas. Fi qattihi min g'ayri qasdin, ya'ni maqsad qilmasdan o'tirib qo'yish. Kishida buning ahvoli, buningki ahvollari ayrim bo'ldi. Yine kimiki öldürüp koysa bir müminni xatolaşıp, yine qasdan emas xatolaşıp bir müminni öldürüp koygan bolsa, bu xatolaşıp öldürüp koysa degan qanday bo'ldi desa, chunki maqsad qildi ramiya g'ayrihi kasaydin. Masalan, Adamni emas, Adamni boshqa bir narsaga men bir tal toshni yetib deydi masalan, bir tal toshni Adamni maqsad qilmay turib bir o'g'ni o'g'lash uchun yoki bir daraxtni challab turib ashta aytibdi degan maqsadi Adamni challash emas ekan. Açta atkan taş, açta bir narsa Adem maqsad qilma atkan bo'lsinmi, lekin berib Adem tegib ketibdi. Shuni Adem ilib qolibdi deydi. Yoki darabahu bima la yaqtulu g'aliban. Ko'pincha vaqtda Adem o'ltirolmaydigan narsa bilan uribdi masalan bir odamni. Bundaqa degan o'ltirish maqsadi yo'q. Urushib qolganlik sababdan xatolikdan ayadi ilib qolmadi masalan qarshida. Müştak ahvalda qanday bo'ldi desa, fatahriru raqabatin mu'mina. Bir mu'min qulni ozod qilish kerak. Ya'ni atqu raqabatin degan nasamatin mu'minatin. Mu'min bir nasamani odamni ozod qilish kerak. Ashu o'ldirib alayhi degan qotilning ustiga mushtaq qilish vojib. Va yana diyatun musallamatun ila ahlihi. Maqtulning o'ldirilguchininki varislariga ahlihi degan ahlidagi hi almash maqtulni qaytar ekan.
o'ltiriluvchininki ahliga degan varislariga ado qilingan diyat. Ya'ni shu varislarga bir mo'min qulni ozod qilish bilan birga o'ltirilguchininki varislariga bir diyat berish kerak demak. Faqatla sadaqa qilaversa, ya'ni o'ltiruvchining varislari abu qilayotgan bo'lsa, yettasaddaqu alayhi biha degan u odamga shu diyatni sadaqa qilib o'tibdi. Masalan, kechirim qilib o'tish bilan. Sadaqa qilib o'tgan bo'lsa, ya'ni kechirim qilib o'tgan bo'lsa, u chog'da to'lamasa mayli, hech gunoh bo'lmaydi demoqchi. Bu Payg'ambar alayhisolamning sunnatini shuni bayon qilib berdiki, bu diyat qanday bo'ldi desa 100 to'ga. İşrune binti Mahad'ın. Yani bu 100 to'giniki 20 to'ga binti Mahaz. Yani 2 yoshga to'shqan kishi to'ga. Shuningdek, banat labun va banu labun. 20 dona binti labun va 20 dona binti ibn labun. Yani binti labun 3 yoshga to'shqan kishi to'ga va 2 yoshga to'shqan erkak to'ga demak şimdi. Va yana 20 dona hiqoq jizo degan 20 dona 4 yoshga to'shqan 20 to'gil ekan. Jizo degan 5 yoshga to'shqan to'gil ekan. Yani jaza degan 4 yoshga to'shqan. Hava hiqqa degan 3 yoshni to'ldirgan. Mana to'gil. Bintilabun binti mahaz 1 yoshga to'shqan to'ga. Bayatda binti mahazni 2 yoshda qo'yibman men. Binti mahaz 1 yoshga to'shqan. Bintilabun degan 2 yoshga to'shqan. Hiqoq degan 3 yosh. Jaza degan 4 yosh. Mushlar to'gilarni mushu bo'yicha 100 to'gin to'shqizib berish kerak ekan. Yani o'xshash bo'lsa olmaydi demak. 20 samanodin, 20 sanodin mushu tartib bo'yicha, mushu tur bo'yicha berish kerak ekan diyatni. Va annaha ala aqilatil qatil. Bu diyat qotilninki qavmiga vojib bo'ldi deydi. Ular bo'lsa aqila degan qotilninki nomida shu diyatni to'laydigan odamlar deb ekan. Bu ular kimlarsi? Shu qotilning qavmi. Bu qavmning ichidan, urug'tuqqanlarning ichidan aslidan far'a chiqib ketadi deydi. Asl degan qotilning dadasi va cho'dodlarini ko'rsatdi ekan. Al far'adan maqsad qotilning o'g'illari va nevaralarini ko'rsatdi ekan. Yani shulardan boshqa shu qotilninki jamoati shuni to'laydi deydi. Muvazza'atun alayhim ala 3 sinina. 3 yilga bo'lib taqsid qilib ashunda tarqitib berdi ekan. Shu 3 yil bo'yicha to'lab ketibsa bo'ldi ekan. Alal g'aniyyi minhum nisfu dinarin. Ularning ichidan boy odamga 1 dinarning yarim dinar, o'tirhal odamga 1 dinarning 4dan biri. İşte to'laydi. Her yilda işte to'lab ketdi. Fa illam yafu, agar ular to'layanmasa baytul maldan davlat xazinasidan to'lindi. Agar uning o'zirib qolsa shu jinoyat o'tkazgan odamning o'ziga vojib bo'ldi. Xo'sh, endi fa in kana min qawmin aduwwin lakum. Agar o'ltirilguchi sizlarga dushman bo'lgan bir qavmdan bo'lsa, holbuki u o'ltirgan odam adamning o'zi mu'minkan, lekin u darul harbda, ya'ni musulmon davlatida emas, kofirning davlatida yashayotgan odamkin. Lekin o'zi mu'minkan. Bunda bo'lsa, uning deyit qanday, uningki to'lam ishlar qanday bo'ldi degan chaqda fatahriru raqabatin mu'mina. Bu chaqda qotil bir mu'min qulni ozod qilish kerak. Kafarat yusidan. Wala diyata tusallamu ila ahlihi li hirabatihim. Endi o'ltiruvchininki urug' tuqqanlarga topshirilgan diyat yo'q bu yerda. Chunki ularniki kafir bo'lgani uchun, hiraba bo'lgani uchun. Chunki o'ltirilgan odam hozir mu'min. Endi uning jamoati kafir bo'lgandan keyin mu'min bilan kafir miras qo'rg'olmaydi. Shu nuqtadan uning mahil ahvolda diyat kelmaydi ekan qotilga. Qotilga diyat to'lamaydi demoqchi. Ve in kana al-maqtul min qawmin, agar in kana min qawmin baynakum va baynahum mithaq, agar bo'lsa u o'ltirilgan odam bir qavmdinki sizlar bilan ularning orasida ahdi bor. Sizlar bilan ularning orasida o'zaro tuzgan muahada to'xtam bor, tinch o'timiz deb tuzishga to'xtam bor bo'lgan qavmni bo'lib qolsa deydi.
Mesela ehli zimmiga o'xshash. Yani musulmon davlatda yashayotgan kofir degan gapdan ahli zimmi degan. O chog'da mushuna bir odamni o'ldirib qo'yibdi bir musulmon. O chog'da uning bu qotillikniki to'lamlari qanday bo'ldi degan chog'da fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Uning uchun diyat vojib bo'ladi. Shu maqtulniki qoldirganni. Maqtulning o'ldiruvchiniki jamoatiga diyat topshirish kerak. Bu diyat bo'lsa-mu mu'minninki diyatining 3dan biri. Agar o'ldiruvchi Yahudi yoki Nasara bo'lib qolsa, o chog'da buning diyati o mu'min odamga kelgan diyatning keyin 100 to'gining 3dan biri degan gap. Agar u o'ldiruvchi majusi bo'lib qolsa, o chog'da diyat mu'minning diyatiningki 10dan birining 3dan biri ekan. Yani 100 to'gining 3dan 30dan biri degan gap. 10dan birining 3dan biri. Ya 10dan birining 3dan 2'si deydi. 10dan birining 3dan 2'si. Sulusa ushriha degan. Ve tahriru raqabetin mu'mina. Ve yine qatilga bir mümin kulunu azat qilishi vacip bo'ladi. Femen lem yecid. Eğer o mümin kulunu tapamasa, mesela mümin kulunu tapamaptı, yüzdürüp qo'yibdi, yoki uni azat qilgan pul tapamaptı mesela. Anda olsa fesiyamu şehveyni mutatabi'ayn. Şu Allah Teala şunun tövbesini kabul qilish uchun orqa-marqa 2 ro'za tutish kerak ekan. Alayhi kefareten. Aşınınga muşna orqa-marqa 2 ro'za tutish vacip bo'ladi, kafarat yusidan. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالزهار. Arka ayağını zihar kılıp koyan adamga arkamar işgal rostamasa 60 miskin taam bir şikayet ettiğin batı mesela sure mücadelede. Lekin ma'qil ahvolda Alloh taolo ishga ro'z qodir bo'lmagan odam orqa-marqa taom bas bo'ladi degan zikr qilmadi deb aytilgan. Zihardagi o'xshash. Va bihi ahada Shafi'i. Yani mushuni yani o taomga 60 miskin taom berish kerak deganga yetkazmagan ahvolni yani 60 miskin taom bermaydi agar ishga orqa-marqa ro'z tutamasa degan ma hukmni Imom Shafi'i tutgan o'zininki ikki so'zniki eng sahihroqidir. Tevbeten minallah. Allah Teala onun tövbesini kabul kılış için müştakkaş gerek. Ve kânallahu alimen hakîmâ. Allah Teala mahlukatlarını bek oradan bilip durguçu ve uğurlaştırılmış ahkamlarda hikmet bilen iş kılışı zattır. Tevbetenninki nesb okuduşu men mesler oğalık için. Yani mukadder bir fiil bilen aşağıda takdir kılınan bir fiil bilen nesb okudulgan. Yani tubu, yani tub, tevbeten minallah demek şimdi. Allah Teala'ga seni tövbe kılgın. Tub minki mef'ulun mutlak. Xo'sh, endi yuqoridagi qasddan bo'lmagan ahvoldagi adamni o'tirib qo'yish jinoyatning ahvollarini bayon qilindi mesela yuqorgi oyatlarda. Endi qasddan adam o'tirib qo'ysa, uning jinoyat qanday bo'ldi deganda hozirgi oyatda shuni bayon qildi ekan. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Kimiki bir müminni qasddan o'ldirib qo'ysa, uning jazosi jahannamdir, u jahannamda mangu qoladi. U jahannam mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Yani mutaammiden degan bi an yaqsida qatlahu bima yaqtulu g'aliban aliman bi imanihi. Ama öldürülgen adam mümin bir adam. Aşınınki mümin ekanligini bilip durup, yani köpünçe vakitte olsa adam öldürüp koyduğun, işletse mesela adam öldürüp koyduğun neresi bilen, aşını öldürüşün maksat kılıp durup, işte adamı bir mümin öldürgen olsa bir kişi. Onun cezası ne oldu diyen cehennem buldu. O cehennem mengu kalıdı. Mengu kalan alette. Gazap kıldı Allah Teala onunla. Ve lanet kıldı onu. Eb'adahu min rahmetihi. Onu öz rahmetini yirak kıldı. Ve tayyorlaydı onun için qattiq azobni. Do'zaxda qattiq azobni tayyorlaydi. Hem de Ehl-i Sünnet ve Cemaat'inki aqidasida yani Allah Teala şirk keltirib eylemla ölüp ketken adam bo'lsa,
qiyomat kunisi Alloh taoloni xolisida bo'ladi degan aqida bor. Xolis Alloh taolo uni kechirib o'tadi, xolis uni azoblaydi. Lekin Alloh taolo azoblagan taqdirdami u do'zaxda mangu qolmaydi deymiz endi. Chunki baribir uning imon bor. Imon bilan tavhid aqidasini urib ketgan adam. Hem meyada mayette onunla mıda karmakı zıttık bir ahval var. Adem ötegen, kasten bir adam bir mümin öldürüp koysa, onun cezası cehennem buldu, cehennemin men yukarı doğru. Ondan sonra bu kanda tevil kılmayız gen çağda, bunu bir kanç kıl tevil kıttım tefsirde hazır. Hada muavvelun bimen yestahilluhu. Bu tevil kılındı, aşu cinayetini, aşu kastin Adem öldürüşünü halal sanıp kan Adem'e kartar. Yani bu qasddan adam o'tirib qo'yish bo'lsin yoki har qanday bir Alloh taolo harom qilgan qilmishni halol sanab turib qilganlar bo'lsa, qanday bir musulmon u kofir bo'lib ketmas. Ana shu holat uyda ketsa kofir ketmaydi. Niyat bunda tavil qilib birsi yoki bo'lmasa bi anna hada jazaohu in juziya va bu jinoyat bu jazo uning jazosidir agar jazolanib qolsa. Allah Teala onun şu cinayeti kadar cezalap kalsa onun cezası müştabul ete. Çünkü o bir müminni kasten öldürgen bolgan ekan onun cezası müştabul ete. Lekin wala bid'a fi hulfil va'id. Hem bu agahlandırışınki yok buluşuga qarta bir mesele yok. Hem de Allah Teala müşta agahlandırgan bolsa mı Allah Teala'nın keçirip ötüdü degende gepken var. Nega buni shariatda bu gap jing to'xtamaydi debdi. Chunki innalloha la yaghfiru an yushraka bih va yaghfiru ma duna zalika liman yasha degan bo'lgan ekan. Ma tafsirki ma gap jing to'xtamaydi. Endi Alloh taolo jazolab qolsa jazolaydi, agar xolisi kechirib o'tadi bu jazolab qolsa uni jazosi much shu degan ekan. Lekin bu qoidaga zid bo'lib qoldi demoqchi. لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء dedim. Allah Teala halkın adamne şirikten başka günahlarını mağfiret kılıvıdır dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'dan şunlara rivayet kılgan enneha ala zahiriha. Bu ayet zahiri boyunca şuniş gerekteydi. Ve enneha nasihatun li gayriha min ayatil mağfire. Bu mağfiret ayetleri yani Allah ve yagfiru ma duna zalike limen yeşâ degan aş ayetlerini emelden kaldırıp ötüdü degan kim? Yani İbn Abbas radıyallahu anh'ın muşki bu işi düşüngen vaktimizde kasten adam öldürgen adam şu cehennemde mengü kılıp degan mana çıkıp kaldı. Negen bu İbn Abbas radıyallahu anh'ınki bu karşını bu naati kattık kılıp kattık yolunu tutup şu cinayetin agahlandırış için müminin onadan nefretlendiriş. Buna naati eğer cinayet keligini bildirişi müştah degan dep turgan. Bu İbn Abbas radıyallahu anh kichik adam mesela bu tercüman Kur'an'ın tercümanı dep atalgan sahabe bu. Şundan var ki İbn Abbas radıyallahu anh yani bizniki mesela Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın akidesi zıt yapılan kılmaydı. Ma gibi şu baş cinayetin eğerliğini naat kat eğer cinayet keligini bildiriş için diyen buluş mümkün. Beyyenet ayetul Bakara enne katilel amdi yuktalu bihi. Sure Bakara'daki ayette kasten adam öldürgen adam şu kasten adam öldürgenliğinin sebebiyle öldürüldü dedi. Ve onunla diyet geliyordu. Eğer avu kısasın epo kılınsa maktulunki ilgileri epo kılıp kalsa diyet geliyordu. Bomba kalsa o kasten adam öldürgen adamı kilden asli ceza onun kısası erişim. Onu mutlaka öldürür. Onun miktarı şu Sure Bakara'daki ayette sözlep ötülgen değil. Beyyenetu sünnetu enne beynel amdi vel hata'i katlen yusemma şibhel amdi. Yukarıki ahvalada kasten adam öldürüş yoki xatolaşıp qilib adam öldürüş degan şu ikki xil ahval
so'zlab o'tilgan. Bu ikki xil ahvolning orasida yana bir xil e, ahvol bor ekan, qotillik jinoyati bor ekan. Shibhul amdi deyiladi. Buni sunnat bayon qilib bergan deydi. Shibhul amdi degani shu qasdga o'xshab ketadigan, qasddan emas, xatolikmi emas, lekin qasdga o'xshab ketadigan qotillik demoqchi bu. U bo'lsin qanday desa, an yaqtulahu bima la yaqtulu g'oliban. Ko'pincha vaqtda odam o'ltirolmaydigan bir saymon bilan bir odamni o'ldirib qo'ygan bo'lsa. Endi uning odam o'ltirolmaydigan bir saymon bilan o'ldirgan bo'lgan ekan, onun maqsadi u odam o'ldirish emas ekan degan ma'no chiqib keldi. Shuningdek, uningga la qisosa fihi. Uningda qisos yo'q. Qasdlik emas. Qasdlik bo'lgan bo'lsa qisos keladi. Mutlaq qasdlik bo'lmagan ekan bu yerda. Shu uningga qisos kelmaydi deydi. Balki diyet keladi. Kal amdi sifati. Bu sifat jihatda qasddan odam o'ldirishga o'xshab ketdi deydi. Sifat jihatda degani nimani diyatni to'lashda to'g'rilarni masalan binti mahob, binti labun, ibn labun, hiqoq, jaza'a deb shu bo'yicha shu turda so'raydi degan. Shu sifat bo'yicha shu sifatga qarata bu qasd adam shu sifat bo'yicha diyatni to'laganiga qarata qasd adam o'tirishi o'xshab ketdi demoqchi ekan. Val xata'i fi ta'jili val hamli. Bu endi yana xatolashib adam o'taganga o'xshab ketadi. Ta'jilda va hamlida. Ta'jilda degani nima desa, tahdidil avqat bi daf'id dananir degan ekan. Shu dinarlarni to'lashda vaqt belgilab, ya'ni 3 yil bo'yicha to'laydi degan ta'bir. Shuni demoqchi. Hamla degan jinoyat o'tkazuvchining nomidan diyatni oshningki qavmi o'ziga oladi, oshning jamiyati o'ziga oladi degan. Nuqta tarafdan bu xatolashib adam o'tganga o'xshab ketadi demoqchi. U bu shibhul amdi vel amdu avla bil kefareti minel hata'i. O qasden adam o'tirish va qasden adam o'tgan o'xshab ketadigan darajadagi adam o'tirish bo'la kafaret berishga texim loyiqdir. Xatolashib adam o'tgan qaraganda. Demak bu oyatlarda hozir qasden adam o'tirish, xatolashib qilib adam o'tirish va qasden o'xshab ketadigan darajadagi adam o'tirish. Mushkul ahvollar so'zlanadi va uning qarta berilgan jazo. Adam o'ldirishniki bu endi jino jazosini ig'ir ishgan. Shu payg'ambar hadislarda bundan qattiq ogohlangan. Alloh taolo hammalarni sog'lom holatda yashab, tavhid aqidasining ustida yashab, tavhid aqidasining ustida sog'lom holatda o'lib ketishimizga nasib qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.